muxlislari, bizni qadrdonimiz Toshkent shahrida barujmay reklama bilan shug'ullanadigan Davlatbekni talablariga binoan mana shu yerda aytib beraman. Davlatbek qadrdonimiz Toshkent shahrida o'z xizmat faoliyatini olib boradi. Muxlisimiz Davlatbek bu hayot aslida shunday yaralgan. Doimo aytganing bo'lavermaydi. Eng shodon kuningda yurakdan kulsang, hamma ham qo'shilib kulavermaydi. Atrofingda yolg'iz do'stlaring emas, mayliga xonimlar aylanib yursin. Faqat u ortingdan tosh otga uchmas, bor desa degudek mard dushmaning bo'lsin. Mayliga falakning bir qaro kuni, sendan tanishlaring yuzini bursin. Tilagim, niyatim dunyoda sen aziz bilgan insonlar hamisha yoningda tursin. Davlatbek akamiz